Endi ikkinchi savol, butun badan tekshirish qilg'in bor. Qayerda tekshiralayman, bahasi qancha? Man savolni oldi qo'ydim. Buni oxirida yana sog'liq o'chog'i butun badan tekshiralamdim deganni uchinchi savol qilib qo'ydim. Beshida man bir davlatlar, barcha qarindoshlar buni qiziqidi. Butun badan tekshirishni Turkiyada tüm vücut check-up deydi. İngilizce check-up deb qo'ydi odatda. Hamda ingliz davlatlarda qanday ataydi, hamda yerlik bir tili bormi uqmayman hozircha. Ammo check-up deb qo'ydi. Turkiyada tüm vücut check-up deydi. Ammo buni qarang. Davlat doktorxonalarida odatda yo'q bu mulozimatichi. Ben bunu neçə qitim tekshirib baxdım. Bemorlarni davlat doktorxonalarida, sog'liq ocaqlarida faqat sog'liq ocağını demay turli, hamda uni oqidini deyman emasmi? Davlat doktorxonalarida odatda shu bemorning shikoyati bormi? Badan alomatlari, yeyishi, kasallik bo'lgan xavfi, masalan, kasallik bo'lish xavfi, masalan, yosh cho'ng'aygan sari, masalan, shika bo'lish xavfi bo'ldi, boshqa kasallik bo'lish xavfi bo'ldi, yosh ayollarning qalqonsimon ba'zida bo'lish ehtimoli bo'ldi, masala bo'lish. Ondan ersi bo'lgan ba'zi kasalliklar, shularni baholab munosabatlik bo'limlar tekshirdi. Herkesin butun badanni tekshirib qo'yay. Bir bo'limdan masalan, doktorxona mashikidan kirib, oshga chiqquncha butun badan quloqdan tortib, tirnoqcha tekshirib qo'yib qilmaydi davlat doktorxonalari. Men chiqib buni izlab ketdim. Hozirgacha bir ma'lum davlat doktorxonasi buni qildi degan ancha anglab baxmadim, ko'rib baxmadim endi. Bildiganlar bo'lsa, yozib qo'ysanglar bo'ldi yoki texnik yaxshi uchurlar bizni ta'minlab bersanglar bo'ldi. Ammo men ko'rmadim. Ammo shaxsiy doktorxonalarda bor. Butun badan tekshirish mulozimatim bor. Shaxsiy doktorxonada 100 turani berib ko'rishib, sug'urtangiz bo'lmasa, eng oz deganda bu tüm vücut check-upning ichida bir muncha nimalar bo'ldi. Men orqa yozib qo'ydim. Meni bir qisqacha tushunib o'tmayman mana narsalarni. Odatda hozirgi bahosi bir 3000 liradan 15000 lira deb bir nima qildim, taxmin qildim-chu buni. Mushu bir chiqimni ko'ngil pukib qo'yish kerak. Shu masalan 3000 lira qilsam butun badan tekshirishni qila olar ekanman deganni bir ko'ngil pukib qo'yish kerak. Ammo buning bir muhim nuqtasi bor. Bular qon tekshirdi, ultra ovozli tekshirish qildi, ultrason qasoq qismini masalanga. Nəhayət to'liq tekshiradigan yerlar bo'lsa qimmat oldi. Masalan, tishni qo'shib tekshirib, o'pkani rentgen tortib, ko'zni tekshirib, masalan, yiroq ko'ralamdi, yaqin ko'ralamdi degandek qilib. Yana shu nəhayət tafsili qonning ichida analizlarni qilib degandek hattoki. Bakchiqlarni ichi tanlashlar jiq bo'lgan siri bu tüm vücut check-upniki, butun badan tekshirishning bo'lgan siri bu yuqorilab mangdi. Bu tabiiy ahvol bu endi. Masalan, quloqning rollarini anglash, yurakni eko tortish, EKG tortish, agar bosh to'la og'risa bir MR tortish degandek bu mulozimatning ichida bo'lgan siri, narsalar qo'shilgan siri qimmatlab mangdi bu. Buni hammamiz tushunamiz endi. Lekin shu shaxsiy doktorxonalarda bor demoqchi o'g'lim. Davlat doktorxonalarida yo'q bu mulozimatlar. Bo'lib qolsa menga deb qo'ying, men qarindoshlarga yetkazman. Endi mana shu siz borgan shaxsiy doktorxonaniki masalan, cho'ng shaxsiy doktorxonada, o'rta shaxsiy doktorxona yoki kichik shaxsiy doktorxonalar emas, o'xshashmi? Yo'q, o'xshamaydi bu. Cho'ng doktorxonaniki sharoiti bor, jiq tekshirishlar qila oladi, qimmat bo'ldi. O'rta shaxsiy doktorxonalarniki esa o'rta kichikroq bo'ldi. Masalan, qon tekshirib bir qanchalar qildi. Kichik shaxsiy doktorxonalarda qilolmaydi degandek ishchi bu. Endi ko'pincha shaxsiy doktorxonalarda biz tumuj check-up qila olamiz deganlar bo'lsa, mana tovandikilarni o'z ichiga oldi odatda normalda-chu. Doktor bir badan tekshirdi beshidan. Ahvolini so'raydi. Andan keyin qon tekshirish qildi. U qon tekshirishning ichida tam qon sayimi deb qo'ydi-chu, hemogram deb qo'yamiz ba'zida turkchisi u. Hozir bularning ismini qalbingizga kirgizmasam, o'sha narsalar bor ekanda bilib qo'ysam bo'ldi. Uning ichida qizil qon tantisi, oq qon tantisi, qon plastinkasi, hemoglobin degandek narsalar bor. Qon shakerini tekshiradi. Jigar, böbrek uning rollarini tekshirdi. O'tnikini tekshirish mumkin. Qondagi shu xolesterol maylaniki saviyasini tekshirdi. Qalqonsimon ba'zi hormonlarni ko'rib qo'ydi odatda. Mana hormonlarni yozdim mana. Men turkisini yozib qo'ydim agar foydalanmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa. Ammo ayollar hormon, masalan, ayol bemor bo'lib qolsa, ayollar hormonlarini ko'ramda unutmayman. Insulin qarshilik kuchida bir tekshirishlar bor, uni qilamdi. Ularni hormon hisob bo'ldi-chu, ularni tekshirimda unutmayman. Vitaminlarni ko'rib qo'ydi, mineral moddalarni ko'rib qo'ydi. Uning ichida masalan nimbatsini eng jiq uchraydigani B12, vitamin D, temir deganlarni ko'rib qo'ydi. Uni tafsil ko'rmaslik mumkin mencha bo'lsa. Natriy, kaliy, fosfor, kalsiy deganlarni ko'rib qo'ydi, kalsiyni-chu masalanga. Andan keyin kichik taraf tekshirish qilish mumkin. Andan keyin A4 testini yugurish mashinasida ishtik mang'uzib yurakni ahvolini ko'rish buni jiqila qilmaydi deb bilaman uni-chu.
Ama işte bir tekşürüş var yine. Anın onun aslında EKG var, yürek ritmi. Siz dur gösterici buna. Efor testi adetime şu yürek, mesela normal vaqtida yürek bir mesele yok. Ama bazen kişi içki mağaca yürek so'kitadigan, qilayotgan so'qida ahvollar bo'ldi emasmi? Buni efor testi deb qo'ydi. Odatda bir yürek mashinasi bo'ldi, ustiga chiqib yuguradi, yana bir narsalarni taqaydi. Shu orqali shunda bir normal bo'lgan chog'da qanday bir normal bo'ldi, shuni bilgili bo'ldi. Ammo buni cho'roq doktorxona qil deb bilmayman. EKG ba EKG orqali bir qizil qog'ozning ustida yurakning ritmini ko'rdi. Onun sırt bir qo'saq qismini ultrason tortish mumkin agar inson bo'lsa doktorxonaniki. Bu orqali jigarning cho'ng kichikligi, börekning cho'ng kichikligi, Eee, öt, aşqazon osti bezi, tal, anandagi uchaylarniki, maz bezi ashlarniki bir ahvolni bilalaydi. Ayollar bo'lsa mana ishkiliqi, nimalar, tuxumdonlarning ahvollarini bilalaydi. Qo'saq ultrason deb. Qo'saq ultravozli tekshirish. Ko'pincha qo'saq tortadi. Ba'zi kishilar balkim ba'zi yerlarda bo'yinim tortib qo'yish mumkin. Mana u miyada qalqonsimon bez bor emasmi? Uni qo'shib tortib qo'yish mumkin. Ana rentgenda o'pkani tortadi. O'pkani ko'rinishda biror masala bormi, yo'qmi debchi. Mana shular odatda shu o'rta cho'ng tipdagi shaxsiy doktorxonalarda qiladigan tekshirishlar, tüm vujud check-upning ichidagi tanlashlari. Endi buning qo'shimcha bu gapni sal turib tushuntiray. Cho'ra doktorxonalar qo'shimcha qilib mana shu tekshirishlargacha qo'shimcha qilib yosh guruhiga asosan qo'shimcha tekshirishlarni qildi. Masalan, yashagan kishilar bo'lsa cho'ng teri tekshirish qilish mumkin. Masalan, cho'ng terida qon bormi yo'qmi, qon shubhasi bo'lsa o chog'da mana shu cho'ng uchayda, qilin bağırsak, cho'ng uchayda birorliqi o'sma yoki bo'lmasa bir narsa bo'lishi mumkin deb uni ko'rib boqdi. Bu bir tekshirish bo'lishi mumkin. Ayollarda masalan ayol bemor bo'lib qolsa, tüm vujud check-up qilmoqchi bo'lgan, u ko'ksir rakini ko'rish uchun bir xil rentgen o'xshab qolgan bir xil tekshirish bor. Uni qilish mumkin. Tuxumdan o'zgarish bormi, yo'qmi deb ularni bir tekshirib beqish mumkin masalangacha. Qo'shimcha qilib ayollar bo'limiga avatibchi. Ash doktorxona ichida bo'lsam, check-upning ichida bo'lsam. Andan keyin o'rta yosh erlarda, cho'ng yashagan erlarda qo'shimcha qilib maz bezi o'smasi bormi, rak bormi, shuning uchun bir tekshirish qilish mumkin. Qon bilan ultrason bilan. Ultraviyole tekshirish bilan. Onun texmi tafsili ko'rish quvvati ham shu ko'zning ichidagi tomirlarni ko'radigan ko'z doktor ko'rishi mumkin. Anglash quvvati uchun quloq burun bo'g'oz bo'limi doktorxonachida bo'lsam, uni qo'shimcha qo'shishi mumkin. Ondan to'la beshim og'riydi deydigan bemorlar bo'lsa, tüm vujud check-upning ichida menga MR'ni tortishim mumkin. Mumkin deyapman hozir, lekin cho'qim 100 bormi, yo'qmi, uni shu doktorxona sizga deb berdi. Mushu tekshirishlarni shu oz deganda bir 2000-3 mingdan tortib 15 minggacha ko'ngil tikib qo'ygan yaxshichu. Endi sanab baxtim o'zim. Har bir tanlashlarniki doktor ko'rish pullari masalanga, andan keyin shu tekshirish pullarini ham qo'shib kelib shu mashlab berib qol deb o'ylayman. Ko'nglingiz shuni tikib qo'ying. Albatta bu tekshirishlar soni ham aloqador bilimlarning ko'payishi ergashib tekshirish haqim ko'paydi. Mana yozib qo'ydim buni. Lekin siz mishtaq tüm vujud check-up qilgin bor desangiz masalanga, shu shaxsiy doktorxona bilan amalda 100 turani ko'rishing. Telefonda bir so'rab beqing tüm vujud check-up bormi? Bor desa, qancha pul bo'ldi desang, net bir ochiq bir javobni berib bo'lmaydi. Ko'rish beqing deyish mumkin. Lekin siz qilingiz bor, qilingiz keldi, cho'qim bir tekshirib boqing bor desangiz o chog'da shu siz to'rdan topgan shu shaxsiy doktorxona yoki boshqa tavsiya qilgan shu shaxsiy doktorxona 100 turani berib so'rang. Qaysi tekshirishlarni o'z ichiga oldi, nimalarni tekshirdi deb aniq bir so'ralar. Odatda shu doktorxonaniki oldida o'tirgan nimalar bor, u kotiblar bor, masalan kirgan chog'da pul yig'adigan, qaysi bilim borsa deydigan shu kishilar odatda ma'lum bir kishi avatadi shu doktorxona ichida. Shu tüm vujud check-up ishlaridan mas'ul bo'ladigan kishiga avatadi. Ashta ishxonada o'tirib paranslar odatda. Qancha pul ketdi, nimalarni tekshirdi, nimalarni bilgil bo'ldi deb. Sizga balkim agar yaxshiroq bo'lsa bir varaq qog'oz, mana tekshirdi deb bir varaq qog'ozni berdi qo'lingizga. Yoki bo'lmasa og'zakilar mana shu pul chiqdi deb deydi. Lekin telefonni bek tavsiya deb beramaslik mumkin. Shu eng yaxshisi bunchalik pulni xarjlab tekshirmoqchi bo'lsangiz, amalda 100 turani berib ko'rishib so'rag'ingiz yaxshi. Bu tüm vujud check-up bekchi kishilar mendan so'radi. Müştaraq bir baha ham shaxsiy doktorxonam qildi. Xabaringlar bo'lib qolsin. Endi 3-savol keldi. 3-savolda sog'liq saqlash markazida sog'liq o'chog'i butun badan tafsil tekshirib qila olamdi. Tüm vujud check-up qila olamdi.